Assalomu alaykum, hurmatli video kuzatuvchilari. Videomizda bugun men sizlarga demak 1S orqali bank vipiskasini yuklashni ko'rsataman. Demak, buning uchun birinchi navbatda biz bank ikkasi bo'limiga kirib olamiz va bu yerdan bank vipiska bo'limiga o'tamiz. Demak, birinchi navbatda 1Sga bank vipiskasini Excel shaklini yuklash uchun demak, o'ng tarafda chekkada Yesho Giper havolasi bor. Yesho Giper havolasini ustiga bosamiz va pastroqqa tushamiz. Demak, bu yerda Nastroyka обмен с банком bo'limiga kirib olamiz. Demak, keyingi navbatda bo'lsa, asosiy hisob raqamini ko'rsatamiz. Asosiy hisob raqam ma'lumotlari bo'lmasa, bu yerda demak, показать giper havolasini bosib, asosiy hisob raqamini sazdat qilib qo'shib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, sazat qilganingizda bank infosini kiritishingiz kerak. Mana показатель bosib, viloyatlar, demak, kesimida kiritasiz bank infosini 20 talik buxgalteriya hisob raqamingizni kiritib qo'yishingiz kerak. Xo'p, hisob raqamni bog'ladik. Bu yerda название programmada, demak, men demak, qanday qilib naзвание programmaga qaysi bankka, demak, qaysi programmani qo'yish to'g'risidagi, demak, aniq ko'rsatib qo'yilgan shaklni tashlab qo'yaman albatta Telegram kanalimizga. O'shandan ko'rib olishingiz mumkin. Ipak yo'lida bankimiz, shuning uchun e-banking is Excel demak orqali biz загрузка qilishimiz kerak. Tanlab oldim. Qolgan hech qayerga tegmaysiz. Pastda загрузка bo'limida sizda mana bu перед загрузкой показывать форму обмен с банком bo'limi, demak, mana shunaqa yorliqchasiz bo'ladi. Yorliqcha o'rnatib qo'yishingiz kerak. Shunga сохранить и закрытni bosasiz. Bundan endi настройка обмен с банком tugaladi. Загрузить bo'limiga o'tamiz endi yuqoridagi. Xo'p, bu yerda endi organizatsiya, demak, organizatsiya turadi bu yoqda. Xo'p, открыть и прочитать данные из файла bo'limini ustiga bosamiz. Выбрать из disk. Bu yerdan o'sha yuklab olgan Excel faylingizni tanlab olib, открыт'ni bosamizda, bu yerda OK giper havolasini ustiga bosamiz. Demak, biroz kutamiz. Mana o'zi shakllantirib berdi. Demak, korxonalar kesimida barcha ma'lumotlarni bizga shakllantirib berdi. Demak, bu yerdan biz ma'lumotlarni o'zgartirishimiz mumkin. Vid operatsiyasini o'zgartirib qo'yishimiz mumkin yoki umuman demak, korxonadagi pul kirim mablag'larini shu yerdan o'zgartirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Keyin ma'lumotlarni o'zgartirib bo'lganingizdan keyin загрузить giper havolasini ustiga bosishingiz kerak. Shunda avtomat demak o'zi 1Sga bank vipiskasiga o'tadi. Demak, shunday qilib Excel formatdagi bank vipiskasini 1Sga yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bugungi ma'lumotlar shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.